İkinci kunimiz Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida Muborak yo'limizning a'zosi Shahzod aka Jo'rayevni bizneslarini offline diagnostika qilish uchun tadbirkorlar bilan va jamoamiz bilan tashrif buyurdik. 18 yoshimizdan ustachilik boshlaganmiz. Dadam usta bo'lganlar, dadam qo'llar shogirdchi. Qaysi mahsulotdan qancha atot qolayotganlargacha klientlarimizga taqdim etamiz. Hozirgi kunda 34 ta dehqonlar ish bilan ta'minlaganmiz. Ustachilikdan chiqib va uni biznesga aylantirib va o'zimiz tumandoshlarini ish bilan ta'minlab 1 million xarid qilgan odamga 33 ta mashina texnika qo'yganmiz. Ustalarimiz uchun 33 instrumentlar to'plamini qo'yganmiz. O'zlari borib, o'zlari ustani olib borib, o'zlari qo'yib, o'zlari remont qilib, har xil menga video tashib qo'yishadi, rasmlashib qo'yishadi. Joyingizni ham ekonom qiling, pulingizni ham ekonom qiling, vaqtingizni ham ekonom qilganingiz yaxshi. Oldinlari kunlik 15-20 million daromad turgan bo'lsak, kunlik savdomiz hozir ko'tarildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun bizni ikkinchi kunimiz Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida xizmat qiladigan tadbirkorimiz Muborak yo'limizning a'zosi Shahzod aka Jo'rayevni bizneslarini offline diagnostika qilish uchun tadbirkorlar bilan va jamoamiz bilan tashrif buyurdik inshaalloh, xudo xolasa. Hozir yana birgalikda aylanib ko'ramiz, qanaqa xizmat ko'rsatyapti Dehqonobod xalqi uchun. Ko'rsatamiz sizlarga inshaalloh. Kuzatishda davom eting. Xo'p, Shahzod aka, xudo xolasa birinchi shu yerdan boshlaganman dedingiz. Shu joy birinchi ochgan joyingiz bo'lgan, to'g'rimi? Siz endi ma'lumot berasiz, qachon ochilgan, nechta xodim ishlaydi, kelajakda nima maqsadlar qo'yilgan. Birgalikda boshlaymiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli Muborak yo'li a'zolari. Bu bizning birinchi ishxonamiz bo'ladi. Bu rover xizmatlari sexi. Bu 2 yil oldin ish boshlaganmiz. Bu yerda bunda bizda 2 ishchi xodimi bor edi. Marhamat, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Biznesga kirishimiz sababi biz o'zimiz oddiy ustachilikdan chiqib kelganmiz. Ustachilik qilib yurgan paytlarimizda mana shu mahsulotlarga ehtiyojimiz juda katta bo'lgan. Shu sababli boshqa tumanlardan biz o'sha mahsulotni olib yurib, qiyinchilik ko'rganimiz uchun o'zimiz tumanimizga qiyin bo'lsa ham o'zimiz olib kirganmiz. Tumandoshlarimizga hozirgi kunda qulay va arzon narxlarda sifatli bo'lgan MDF patolog xizmatlari, rover xizmatlari va usta xizmatlarini hozir taqdim etib kelmoqdamiz. Uyda hozir necha kishi ishlaydi aka bu yerda? Hozirgi paytda bu yerda bu seximizda 2 kishi ishlaydi. Roverchi, mutaxassisimiz va arrachimiz. 2 kishi faoliyat yuritadi tumandoshlarimizga xizmat ko'rsatishda. Kim Shahzod aka, keyin xomashyo nima sizga? Qanaqa xomashyo qanaqa holatda keladi? Keyin nima bu tayyor mahsulotlaringiz qanaqa chiqadi? Bizda yarim xomashyo MDF mahsulotlar keladi listda. Biz uni ishlov berib, gul chiqaramiz. Xonadonlar uchun, patolog qismlar uchun, tunikafon ularda bezak uchun MDF dan gullar chiqarib beramiz. Undan tashqari gravirovka yozuvlar qilib beramiz. Eshik va derazalar uchun chizmalar, o'ymalar qilib beramiz. Mijozlarga zakasni ularga tayyor standartsizda gullar bormi yoki ular aytgandek gul qilib bera olasiz? Asosiy biz ishlash tartibimiz zakas bilan ishlaymiz. O'sha klient xohishiga qarab, istagiga qarab, Qanday gul aytsa o'shanaqa. Qanaqa gul xohlasa o'shanga qarab chiqarib beramiz zakaslarni. Qayerda qabul qilinadi zakas? Zakas qabul qilish mana bu yerda roverchimiz To'lqin aka ishtirokida qabul qilinadi zakaslar. Mana shuni chizma holatda chizma holatda zakaslar qabul qilinadi. Uyda zakas qabul qilinadi. Demak, mijoz bilan o'tirib chizma zakaslar qog'oz shaklida klientga kroy shaklida chiqarib beramiz. Ko'rsatiladi. O'sha bunday kroy shaklida qancha mahsulot ketgani, qaysi mahsulotdan qancha atot qolayotganlargacha klientlarimizga taqdim etamiz. Bundan tashqari chiqayotgan narxlarini ham qog'oz shaklida chiqarib beramiz mijozlarimizga. To'liq. Qaysi mahsulotdan qancha necha metrdagi qancha rover xizmati, qancha samarasi, qancha shu hammasini klientga ochiq holda namoyon qilib ko'rsatib beramiz, ko'rsatib bera olamiz. Zo'r, misol. Yetkazib berish xizmatlari bormi? Yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Bor, o'rnatib berish. O'rnatib berish, usta xizmatlarimiz ham Dehqonobod tumani respublika bo'ylab o'sha xizmatlarimiz yo'lga qo'yganmiz. O'zimizning shogirdlar, o'zimiz bolalar borib uylaringizni chiroyli qilib MDF patolog xizmatlari, tunikafon patolog xizmatlarini bemalol xizmat ko'rsatishga tayyor. Yana ma'lumot o'rnida aytib qo'yishimiz kerak. Inshaalloh bizni bepul kutubxonamiz, Muborak Books bepul kutubxonamizni birinchi filialini asosiy ustasi Shahzod akamiz bo'ladilar. Shu kishining jamoasi hozir noldan oxirigacha to'liq mas'uliyat olib qurib berishyapti. Chunki mana bizning jamoamiz Toshkentda. Men Toshkentdaman. Hali kutubxona qurilish boshlanganidan beri aralashganim yo'qdi. O'zlari borib, o'zlari ustani olib borib, o'zlari qo'yib, o'zlari remont qilib, har xil endi menga video tashib qo'yishadi, rasmlashib qo'yishadi. O'sha kishining jamoasi, ya'ni o'zlari borib rang tanlashdi, o'zlari borib tavsiya berishdi, o'zlari material olib boryapti, o'zlari hammasi o'zlari chizayotgan-da. Demak, shunday. Mijozni demak hamma muammosi sizlar hal bo'lib ketadi, xudo xolasa. Shunday, xudo xolasa shunday. Nima xohlasa o'shani qilib berishadi. Shunday. Baraka topsin. Bu bizning ikkinchi do'konimiz bo'ladi. Bu qurilish mollari do'koni.
Bunda qurilishga oid barcha mahsulotlar topishingiz mumkin va ustalar uchun kerakli instrument, anjomlar mavjud. Bu do'konimizda ochilganiga yaqinda 1 yil bo'ladi. Xudo xolasa 1-sentyabrda. Bu ochilishi shunday boshlanganki, Rover sexda joy yetishmovchiligi uchun bu joyda arenda sifatida olganmiz va bu yerda faqat samara sotganmiz. O'zimiz ishlab kelgan xonadonlar xizmat ko'rsatib ishlagan pullarimizga samara sotib, shunday qurilish mollariga kirib ketganmiz. Hozirda 11 oy bo'ldi ish faoliyat boshlaganimizga. Marhamat, ichkarini ko'rib, batafsil ko'rishlaringiz mumkin. Firmalar bilan hozirda shartnomalar bilan ishlab turibmiz, savdo qilib turibmiz. Tomondoshlarimiz yengillik yaratish uchun olib kelib qo'yganmiz do'konimizga. Bizning do'konimizda bu narsalar shu yaqin 5 oyda tashkillashtirdik. Oldin tumandoshlarimiz bir oddiy instrument olish uchun Qarshi shahriga borib ishib yurardi. O'sha sistemani biz shu uzoqni yaqin qilgan holatda o'zimiz do'konimizga olib qo'yganmiz. Bu yerda emulsiya mahsulotlarimiz bor. Assortimentdagi kraska mahsulotlarimiz, shitlarimiz, kulchali reska mahsulotlarimiz, tig'iq panel mahsulotlarimiz do'konimizda mavjud. Bu joy o'zingizniki? Yo'q, bu joy arenda hozir. Arendada turibsiz. Hozirgi kunda bu joyimiz arenda. Zo'r. Endi boshladik tadbirkorlikda. Mana shu do'konning o'zida nechta ishlaydi? Bu do'kon 4 ta ishlaydi. 4 ta. Shu do'konning o'zida 4 ta ishlaydi. Zo'r, nechta sotuvchi shunda? Sotuvchi ikkita sotuvchi, Ikkitasichi? ikkitasi ta'minotchi, o'sha yuk taxlaydi. Taxlaydi. Xuddi shunday. Zo'r, tushunarli. Barcha mahsulotlarni qanaqa programmadami yoki daftar ruchkadami, nimada boshqariladi sizda? Biz hozirgi kunda mahsulotlarni kompyuterda onlayn programma orqali kirim chiqimi ham, savdosi ham programma orqali ishlaymiz. Zo'r. Qanaqa programma? Bilis programmasini foydalanib kelmoqdamiz. $da kelgan mahsulotlarni so'mga aylantirib, tomondoshlarimiz shu programmani joriy qildik. 1 oy bo'ldi ish faoliyatini boshlaganimizga. Yaxshi kunlik savdo, qancha kirim chiqim, hammasi ko'rinadi. Hammasi ko'rinadi. Zo'r. Bu 3-do'konimiz hisoblanadi. Bu do'konimiz Aboy lustra va elektrojihozlar do'koni hisoblanadi. Bunda Aboy mahsulotlari, lustra mahsulotlari, plafon mahsulotlari do'konimizga mujassam olib kelib qo'yganmiz tumandoshlarimiz uchun. Dehqonobod tumanida oldin Aboy magazinlar bo'lmagan. Hamma kim Aboy qilmoqchi shaxsa biz yo'limiz har shahardan borib olib kelardi. O'sha uzoqni yaqin kelgan holatda o'zimizning ehtiyojimizdan kelib chiqib, mablag'dan kelib chiqib, barcha assortiment qilib qo'yganmiz tumandoshlarimizga. Qulaylik yaratish maqsadida. Zo'r. Hozir kelganimdan birdan ko'rdim. Kelishim oldin ham ko'rdim, istoriyalaringizni ko'rdim. Aksiya deyilyapti. Borsam tushunib olaman dedim. Bu qanaqa aksiya? Bu mijozlarga nima foydasi bor? Nima uchun qilindi bu? Bu aksiyamiz biz do'konimiz ochilganiga xudo xolasa 1-sentyabr 1 yil bo'ladi. O'shaning sharofati bilan tumandoshlarimizga bir yangilik qilish maqsadida buni tashkillashtirganmiz. 1 million ortiq xarid qilgan odamga 33 ta mashina texnika qo'yganmiz. Ustalarimiz uchun 33 instrumentlar to'plamini qo'yganmiz. O'sha 1 million ortiq xarid qiladi va kupon yozib, kuponda o'sha biz barabarimiz tashlashadi. O'sha 1-sentyabrda katta gala konsertda g'oliblarni aniqlaymiz. O'shanda sovg'alarni beramiz. Xudo xolasa tumandoshlarimizga bir qulaylik, yengillik yaratib degan maqsadda shu narsani tashkillashtirdik. Bu bo'limimiz santexnika mahsulotlari bo'limi hisoblanadi. Marhamat, ketish. Santexnikaga mo'ljallangan do'kon hisoblanadi, atdelimiz, bo'limimiz. Santexnikaga oid shu bo'limga kirib, to'liq santexnikadagi muammolarga hamma narsa instrument bo'lsa, xudo xolasa chiqadi. assortiment nechidan ortiq qanchalik? Endi assortimentimiz hozirga bir 10 dan ortiq assortiment bor. O'sha har bittasidan bunday halicha bunday rivojlantira olganimiz yo'q. Endi sekinlik bilan qo'shib boramiz, kunlik savdodan bitta qo'shib boramiz. Sizlar ko'rayotgan bu tadbirkorlar, bu bizneslar Muborak klubini a'zolarini bizneslari va Muborak klubining a'zolari hisoblanishadi. Agarda siz ham to'g'ri fikrlashni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri odat qurishni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri muhit ichida harakat qilishni, rivojlanishni istayotgan bo'lsangiz, biznesingizni to'g'ri boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, biznes mentorni yo'l yo'rig'i bilan, uning maslahatlari bilan biznes boshqarmoqchi bo'lsangiz, umuman o'zingizni va biznesingizni va muhitingizni, odatlaringizni, fikrlashingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, Muborak klubiga sizni taklif qilamiz. Chunki biz Muborak klubida har kunni tadbirkorlar bilan shu siz yuqorida sanab o'tgan odatlarni, ko'nikmalarni shakllantirish ustida har kuni harakat qilamiz. Offlayn uchrashuvlar qilamiz, ovoz chatlar qilamiz, kunlik vazifalar bajaramiz. Agarda sizga ham shu Muborak klubi qiziq bo'lsa, siz ham bu Muborak klubimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastda telefon raqam va havola qoldiramiz. Ro'yxatdan o'ting, adminlarimiz sizga aloqa chiqishadi. Muborak klubda ko'rishguncha. Rahmat. Faxrdin aka, siz bekorga yurmayapsiz biz bilan.
chunki bu sohani ichini biladigan odam sizda. Va biz biznesni tizimlashtirish, savdoni oshirish, mijozlar oqimini oshirishga boshqalarga yordam berish mumkin. Lekin ichini bilmayman. To'g'ri. Bu muomala sizda qancha tajriba bor. qon ketgan, nima pul ketgan. Xullas hozir kelganimizda Shahzod akamizda xodim muammosini ko'rdik. Mutaxassis usta yetishmayotgan ekan. Shunga siz qanaqa yechim bergansiz? Bizda misol uchun rover stanokka bu yoqlarda xodim muammo ekan. Rover stanokka xodimni biz qanaqa yechganmiz? Biz shu rover stanokka o'rganadigan xodimga bizga foyda keltirmasa ham oyligini berganmiz. Oyligini berib, misol uchun 2 oy, 3 oy vaqt ketsa ham bu tayyor mutaxassis bo'lguncha bir so'm bizga foyda keltirmasa ham oylik to'lab, uni mutaxassis tayyorlab, keyin o'zimizga ishga olganmiz. Shuni shu tomonlama muammoni hal qilganmiz. Endi shunga ham sizga ham tavsiya qilaman shuni. Nima mutaxassis topinglargin, sizga foyda keltirmasa ham unga oylik to'lab, uni tayyor mutaxassisga aylantirib olsangiz, eng yechim qulay variant shu. Zo'r. Demak, tushunishingiz bo'yicha demak dehqonobodlik bo'lsa, u usta bo'lish shart emas. Shart emas. Muhimi qiziqsin, Qiziqsin, xohish bo'lsin. shunaqa. Keladi, oylik olib o'rganadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bepul o'rganmaydi ekan. Oylik olib o'rganib bo'lgandan keyin ishlash kerak bo'ladi. Ishlab berish kerak bo'ladi. Shunaqa. Bitta sharti bo'ladi, kelishuv sharti bo'ladi. Shunaqa. Ketishdan oldin shogird tayyorlab berib ketish kerak. Shogird tayyorlab berib ketish kerak. Shuni borishidan kelishib olishingiz kerak. Zo'r. O'shanda unda konkretni shartnoma bo'ladi shunaqa. Hamma muammolarga shuni hal qilsa bo'lar ekan. Mutaxassis topolmayotgan tadbirkorlarga shuna qilsak, topolmayapsizmi demak, o'zingiz tayyorlaysiz, endi boshiga pul tikiladi albatta. Oylik berasiz, u o'rganadi. Ketishdan oldin o'rgatib ketadi. Shu model yaxshi. Eng qulay variant shu. Xodimlar muammosini hal qildik qaysi ma'noda? Inshaalloh yana mahsulotlarni joylashtirishda, o'z mahsulotlarini sotishida qanaqa kamchiliklar ko'rdingiz? Haqida Bu yerda aylanib ko'rdik, ba'zi mahsulotlaringizda assortimentda keraksizlarni ham qo'yib qo'ygan ekansizda. Uni ortiqcha siz joyingizni egallab qolgan, ortiqcha pulingizni egallab qolgan, ortiqcha vaqtingizni olyapti-da. O'shalarni iloji bo'lsa 3 xil mahsulotlaringiz bitta narsada, nomi har xil, lekin bitta narsa. O'shani bir xil qilib, iloji bo'lsa joyingizni ham ekonom qiling, pulingizni ham ekonom qiling, vaqtingizni ham ekonom qilganingiz yaxshi deb o'yladim. Bu yerda ko'rdim. Shahzod endi qiziq, ustachilikdan biznesga chiqaman dedingiz. Necha yoshingizdan ustachilik boshlaganingiz? 18 yoshimizdan ustachilik boshlaganmiz. Dadam usta bo'lganlar, dadam qo'llar shogirdchib, dadam bilan birgalikda ishlab, ustachilikka shu darajaga sekin-sekin erishib kelyapmiz. Kam bo'lmadik. Necha yil ustachilik qilgansiz? 5 yil ustachilik qilganman o'zim. Keyin sekin-sekin biznesga kirib, hozirgi kunda shogirdlar tayyorlaganmiz. 5 ga yaqin shogirdlar, 8 ta bola, 5 ta brigadada faoliyat yuritadi shogirdlar. Zo'r. Demak, nechta shu dehqonobodliklarni ish bilan ta'minlagansiz bunda? Hozirgi kunda 34 ta dehqonobodliklarni ish bilan ta'minlaganmiz. 34 ta fuqaro. 34 ta dehqonobodlikni ish bilan ta'minlagansiz. Xuddi shunday. Zo'r. Yana kelajakda qanaqa niyatlar? Endi niyatlar katta. Unda Qayerlarga yana borish? Xudo xolasa rivojlantirishimiz kerak. O'zimizda katta do'konlarimiz bor, arendalardan chiqib, o'zimizda shaxsiy do'konlarda chiroyli qilib, o'zimiz xohlaganda qilib qilish niyatdamiz. Shu tumandoshlarimizga shu og'irini yengil qilib bersak, eng asosiysi o'sha. Xo'p, yana bir narsa, eng muhim narsa aytadigan narsamiz, ilm masalasi bo'yicha. O'qimasdan oldingi Shahzod aka bilan o'qigandan keyin Shahzod akada qanday o'zgarish bo'ldi? O'qimasimiz oldida hamma narsani o'zim bilaman deb yurardik. Ishchilar bilan faqat baqirish, asabuzarlik bilan narsalar hal bo'lsa, hozir oddiy tushuncha bilan ishlarimiz hal bo'lib ketyapti. Birinchi o'rinda stressni yo'qotdik, ikkinchi o'rinda hamma ishga o'zimiz dedik. O'zim hamma ishga o'zim boshqarib ketaman. Hozirda hamma bo'limlarda bolalar ishlashadi. O'zim o'sha sistemadan sekin-sekin chiqib boryapman. Zo'r. Kunlik daromadimiz ham kam edi o'qimasimiz oldin. Klientlar bilan ishlash, ishchi xodimlar bilan muloqot ham juda passiv edi. Oldinlari kunlik 15-20 million daromad qilib turgan bo'lsak, kunlik savdomiz hozir 30-35 million atrofida ko'tarildi. O'sha 3 kunlik darsda hali. Hali 3 kunlik darsda. Ha, endi xudo xolasa 5 haftalik ham o'qish niyat bor. Inshaalloh. Nasib, foydasi zo'r ekan. Xo'p, juda zo'r. Hali gaplashsa gaplarimiz ko'p. Faxriddin akam tomonidan juda ko'p maslahatlar berildi. Yana hammasini ham ayta olmaymiz kadrda. Va bundan keyin ham yana maslahatlar va yana tashib ketamiz, ulashamiz, xudo xolasa. Nima qayerda kamchilik bor, nima qilsak to'g'rilasak bo'ladi, xudo xolasa. Nima olganda juda zo'r. Haqiqiy havas qilsak bo'ladi. Necha yoshdasiz aka? Men 25 yoshdaman. 25 yosh. 2001-yilman. 2001-yil shu. 25 yoshli
akamiz uchun juda zo'r natija. Mana bir yosh katta ekan. Shunday. Ustachilikdan chiqib va uni biznesga aylantirib va o'zimiz tumandoshlarini ish bilan ta'minlab tinmayotgan, yana bepul kutubxonamiz ochilishida ham o'z hissasini tinmasdan qo'shayotgan Shahzoda akamizga rahmat aytamiz. Rahmat. Biz nima qilishimiz kerak? Qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Beqanot tumanidagi ko'rayotganlar bo'lsa, savdosini ochsak, demak bizga yordam beradi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat Alloh sizga, taolo kattakon suhbat bersin, ustoz. shijoat bersin. Komandangiz bundan ham kengaysin. Keyingi safar kelganimizda aylanib bir kun aylanishga vaqtimiz kelsin. Shunday bo'lsa. Faqirdan akam shunaqa bo'ldi. Shunday. Ustozlarga kattakon rahmat, Farid akamga asob rahmat. Misol shuncha uzoq joydan biz uchun tashrif buyurgan ekanlar. Kattakon rahmat. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Sizlaringizni yuraylik aka. Biz havas qilamiz. Shunday katta tadbirkorlarga shu katta tadbirkorlar yo'lini bersin bizga ham. Harakat qilamiz akamlardan bilim olishga, ustozdan bilim olishga tavsiya qilaman. Hammani shu bilim olishdan, ilm olishdan boshqa foyda yo'q. Shu bo'sh vaqtda shu imkon qadar shu kitob o'qishga, bilim olishga undashsa, o'zlari uchun foyda bo'ladi degan taassurotdaman. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga ham yaxshi tilab Rahmat kattakon. Muborak klub a'zolariga ham hammaga rahmat. Farid aka, sizga ham rahmat. Kattakon. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xush kelibsizlar.